Hammaga assalomu alaykum. Videoni o'tkazib yubormaymiz o'rtoqlar. Oxirigacha ko'rib, kerakli odamlar o'ziga kerakli ma'lumotlarni olish uchun iltimos qilib qolardim. Oxirigacha ko'rishlaringizni. Polshadan video qilyapman. Ayrim yurtdoshlarimizga tegishli bu narsa. Shunga qarab xulosa qilaverasizlar. Xo'p, ish vakansiyalari bo'yicha tema ketadi hozir. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz Bolgariya, Xorvatiya, Ruminiya davlatlaridan aloqaga chiqishyapti, lekin juda katta xatoliklarga yo'l qo'yishyapti. Nimaga? Ish so'rashyapti telefon qilib bugun, lekin o'zi 10 kun, 15 kundan keyin kelish kerak. Bugungi kundagi vakansiyalarni to'g'ri holatda tushunib olinglar, akalar, ukalar. Siz 15 kundan keyin kelasiz, 10 kundan keyin kelasiz, bu vakansiyalarni hozirdan so'rashingizni hojat yo'q. Sababini aytaman. Bugungi bor vakansiya 2 kundan keyin yoki 3 kundan keyin, boring nari borsa 5 kundan keyin topa olmaysiz. Bo'lmaydi bu vakansiyalar. O'rniga boshqalari keladi albatta. O'shaning uchun to'g'ri tushungan holatda akalarimiz, ukalarimiz to'g'ri tushunamiz, ish kerak, strafovkangizni olib kelishingiz kerak. Uni men yaxshi bilaman. Lekin sizlar ham to'g'ri tushungan holatda, bizni ham sharoitimizdan kelib chiqqan holatda bugun siz hali ishingizni topshirmasdan turib, oyligingizni olmasdan, ishdan bo'shamasdan turib, telefon qilib ish so'rab, bezovta qilishingiz yoki "Meni joyingizni zanit qilib turing, men bu kunda boraman" deyishingiz noto'g'ri, xato narsa. O'shaning uchun ishingizni tugating, aniq bir tomonni yoping temasini. Men bu kuni chiqadigan bo'lsangiz, deylik, bugun 22-mart. Siz 25-martda chiqadigan bo'lsangiz, telefon qilsangiz bo'ladi. Ammo lekin siz keyingi oyning 1-aprelida keladigan bo'lsangiz, unaqada siz lushni oldindan vakansiya so'ramaganingiz yaxshi. Telefon qilib so'rashingiz mumkin bo'lgan narsa, men 10 kundan keyin, 15 kundan keyin boraman, ish topiladimi deb so'rasangiz, bunga javoban ha, topiladi, bemalol kelavering deb biz ayta olamiz. Lekin bugungi kunda hali siz hech qaysi ishingizni hal qilmasdan, yopmasdan turib, vakansiya so'rab 15 kundan keyin boraman deyishingiz noto'g'ri narsa. Sababi biz bitta odamga vakansiya tushuntirib berishimiz uchun yarim soat vaqtimiz ketadi. 4 xil vakansiya bo'lsa, 4 xil tushuntirish kerak. Bu meni gapimni to'g'ri tushunasizlar, shunga qarab amal qilasizlar degan niyatdaman. O'shaning uchun ham video qilyapman. Videoni maksimal darajada tanish-bilishlarga tarqatib, like bosib, podдержка qilib qo'yasiz. Kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ko'pchilik yangilar obuna bo'lgandan keyin videolarni bir qator akkauntga kirib ko'rib chiqing. Gap nima to'g'risida, nimaga gapiryapman bu narsalarni tushunib olasizlar. Ko'pchilik yangilar tushunmasdan nima haqida gapiryapti bu degan tushunchaga borib qoladi. Keyin yurtdoshlarimiz, oldingi safarlar ham aytganman, yana bir qator aytib o'taman. Turistik C viza bilan kelmanglar Yevropaga. Iltimos qilardim, kelmanglar. To'g'ri, ba'zi bir joylarda sariq qog'oz qilib beryapti, lekin sha'nisi yo'q karta olishga. Bu vaqtinchalik sariq qog'oz nomiga xolos. Ba'zi bir joylar ishga olyapti, u ham juda kam joylarda. Juda ko'p joyda C viza bilan, ya'ni turistik C viza bilan ishga olmaydi. Shaxsan men ishlashayotgan kompaniyalarning hech qaysi biri C viza bilan ishga olmaydi. O'zlaring qiynalib qolasizlar. O'zbekistonda viza qilib berayotgan aka-ukalar, to'g'ri, sizlarning ham nonlaring, tirikchiliklaring, lekin xalqqa ozgina tushuntirish beringlar. C viza bilan borib dokument qilishingiz qiyin bo'ladi. Yoki biron joyga ofitsialniy qonuniy ishga joylashishlaring qiyinroq bo'ladi deb tushuntirib yuboringlar, iltimos. Juda ko'p yurtdoshlarimiz mana shu C viza bilan aziyat chekib qiynalishyapti, ishga joylasha olmayapti, dokument qila olmayapti. Bu narsalarni sal ozgina kontrol qilaylik. To'g'risi, D viza, mayli qisqa 90 kunlik yoki 30 kunlik viza bilan bo'lsa ham D viza bilan kelinglar. Shunda dokumentga ham topshirish imkoniyati bo'ladi, ishga joylashishning ham imkoniyati bo'ladi. Hozirgi kunda Polshada katta proverka ko'pchilik yurtdoshlarimiz mana kelib turib mas'uliyatsiz, ya'ni dokumentga topshirish kerak bo'lgan joyda vaqtida topshirmagan, 5 kun, 10 kun, 15 kun, 20 kun, даже 1 oy o'tkazib yuborganlar ham juda ko'p uchrab turibdi.
kimdir sariq qog'ozga topshirgan, kimdir topshirmagan. Iltimos, akalar, ukalar, ozmuncha xarajat qilib kelmayapsizlar, ishlagani kelib turibsizlar. Sal dokumentga ham jiddiyroq qarash qilaylik. Ya'ni vaqtida biron joyga ishga kiring. Ko'pchilik odamlarimiz ish tanlaydi, Varshavaning sentridan xohlaydi. Bugun bo'lmasa ertaga chiqadi deb yotadi kutib hostellarda 10 kunlab, 15 kunlab. Sizni vaqtingiz bunga yetmaydi. Siz bir oylik turistika bilan kelgansiz yoki 15 kunlik turistika bilan kelgansiz. Tepada 2025-03-12 da chiqqan bo'lsa, keyingisida 2023 bunisi 3 bo'lsa 04-17 bo'ladigan bo'lsa, siz bu rastoyaniyaga qaramang. O'shani pastida dumaloqning ichida nima yozib qo'ygan bo'ladi. Uzr, dumalog'i yo'q edi. O'sha yerda aniq necha kunligini yozib qo'yadi vizani. Shu narsaga e'tibor qilinglar. Bu yerda tepada 1 oy ko'rsatgan bilan aktual holati pastda yozilgan bo'ladi. 8 kunlik bo'lishi mumkin, 10 kunlik bo'lishi mumkin, 15 kunlik yoki 30 kunlik bo'lishi mumkin. Ana o'sha narsasiga e'tibor qaratinglar. Shunga qarab dokumentga tezroq topshiringlar, ish tanlab kutib yotmanglar. Bugun kam ekan 10 zlot, 18 zlot, 20 zlot yoki 22 zlotdan ekan, menga 30 zlotlik kerak edi desangiz, siz dokumentdan bu yoqda problema bo'lib qoladi. Vaqt o'tib ketib qolganini o'zingiz bilmaysiz. Ishga joylashing 24-25 zlotdan bo'lsa ham, 8 soatdan bo'lsa ham ishga joylashib dokumentingizni topshirib oling. 1 oy, yarim oy ishlab turing. Keyin yaxshi ish chiqqan paytda bu ishga o'tasiz. Shunda sariq qog'ozingiz bor. O'sha sariq qog'oz bilan любой ishga o'tib olsangiz bo'ladi. Ketdi o'shadan siz xohlagan ishingiz ham bor. Bu dokumentingiz, bu firmadagi dokument narigi firmadan ujotga podacha qilib qo'yiladi, dokumentingiz davom qilib ketaveradi. Siz nimadan yutasiz? Ham vaqtda yutasiz, ham dokumentda yutasiz. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz shu narsaga amal qilmayapti. Keladi, bir oylab ham yurganlar bor dokumentga topshirmasdan. Litovskiy venji bilan, bolgarskiy venji bilan даже sariq qog'ozga ham topshirmagan yurtdoshlarimiz bor. Sizlardan iltimos, shu narsaga diqqat qaratib, e'tibor qaratib, vaqtida ishga joylashib, vaqtida dokumentlaringni topshirib qo'ysanglar, yana darsga ishlashga imkon